Onasini emsin 2 marta yo 3-chi marta yozyapman. 2 marta qayta ketdi bilet. Ovozsiz ketib qoldi, ovozsiz. Qayta yozyapman bilet. Jonga tegdi bor-ku. Mana shu robotni ham qayta yozdim. Osh falokat chiqdi-da bu. 4-5 marta yozdim robotni, uni ustiga robotni obzor qilaman deb videoni ham 3-4 marta yozyapman. Mayli. H4 uchun ishlaydigan robot, obunachimiz zakaz buyurtma qildi, shu logika bo'yicha deb lekin bir-biriga poshyo'lna qo'yayotgandi. Nima? EMA 13, EMA 18, EMA 200, keyin Fibonacci, yana nimadirlar qo'shing deb Bratmanga aytdi, lekin bir-biriga to'g'ri kelmagandan keyin ishlamadi u robot. Qayta yozishga majbur bo'ldim. Robot ishlaydigan qildim degandan keyin videoni qayta yozyapman. Jonga tegdi, charchadim to'g'risi. Temani yopaylik, charchadim. Qaranglar, $500 depozit qildim. Backtestga mana ishlashini ko'rsanglar bo'ladi. Mana mayli, sekinroq qilib ko'rsataman. Qanday ishlayotganini sekinroq. Qaysi time frame'ga qo'ysanglar ham bunga farqi yo'q. Baribir H4 bilan ishlaydi. Mayli. Qaranglar. $500 dan $9760 ko'tardi. Trade soni kam, lekin sifat yuqori. Qaranglar. Nollar bilan ochgan. Birinchi order $2000, ikkinchi order $3000 profit, keyin $1500 minus $2600 profit, $5500 profit, oxirgisi $2300 profit bilan yakunlandi. Shu bilan video ham yakunlandi. Hammaga rahmat.